Assalomu alaykum qadrli she'riyat ixlosmandlari. Bugun bir she'riy namuna o'qiyman. Xulosa o'zingizlardan. Bu nima yo'l, bu nima ahvol? Qayga qarab ketyapmiz behol? Nahot shuncha bo'ldikmi uvol? Muhammadga ummat bo'lganlar. Dunyo to'ldi shahvoniy hirsga, insonlar ham o'xshar iblisga. Iblis yo'li yarashmas sizga, Muhammadga ummat bo'lganlar. Har bir yumush javobsiz qolmas, muhrlangan quloq so'z ilmas, gunohkorni yaratgan suymas, Muhammadga ummat bo'lganlar. Ayollarning pardasi qochgan, erkaklarda dayuslik oshgan, o'z do'stini dushmanga sotgan, Muhammadga ummat bo'lganlar. Yaqin qoldi qiyomat qoyim, birdamlikda turaylik doim, ko'zni oching gunoh qilganlar, Muhammadga ummat bo'lganlar. Sog' bo'linglar.